Logika. Siz erkaklar har 2 kuni birida temir tersak mashinalarni eng kamida 200 ming so'mdan muokala qilasizlar. Vaholanki 2 kundan keyin baribir chang bo'ladi. Logika. Nima sizlar ayollar har 2 kuni birda 250 ming so'mga sochlarni ukladka qilib muokala qilasizlar, lekin har 2 kuni birda sochinglar yog'lanadi. Logika. Shtraflaringiz. Siz erkaklar shtraf qoidalarni ataylabdan bilib turib buzasizlar. Biz ayollar bilmasdan onda-sonda biz qo'yamiz. Logika. Bo'lmagan gap. Sizlar ayollar yuzinglarni yaltirash uchun palon pulga haylaytira olasizlar. Kim mana shu yaltiratish, yo'qotish uchun palon pulga pudra olasizlar. Logika. Bir oyda 30 kun bo'lsa 35 kun o'rtoqlaringiz bilan kontra o'ynaysizlar. Lekin oilangizga vaqt ajrating deganimizda, "Voy, ishim ko'p, charchamayman, ulgurmayman" deysizlar. Logika. Sizlar ayollar bir oyda 30 kun bo'lsa, 30 kundan 15 kuniga o'zingizga kiyim oldirasiz, lekin ko'chaga chiqqanda "Adajonisi, meni kiyim ko'mabdi" deb isterika qilasizlar. Logika. Ha? Yedingmi? Ha? Ha, sizlar ayollarning biznesinglar ham bor, biznesinglar bor. 100 ming so'mlik narsaga eringlardan 1 million so'm deb so'raysizlar. 900 ming so'mni atkat qilasizlar. Logika. Chunki siz erkaklar ayollarning shaxsiy xarajatiga pul bermaysizlar. Tak что bu ham kam battar bo'linglar. Logika. O'zicha bu uyda insofli, vijdonli mani 1,5 yoshlardagi chaqalog'im indamay o'tiradi. Bo'lmasa bu chaqaloqlarning kiyimi rosa qimmat bo'ladi, narsalari qimmat bo'ladi. Lekin indamay o'tiradi. Logika. Chunki unga oyijonisi hamma kerakli narsalarni Pepito'dan xarid qiladi. Logika. Chunki keng assortiment bor. Narxlar esa bozordan arzon. Kerak bo'lsa, yetkazib berish xizmati ham bor. Eng asosiysi o'g'lim o'zimga tortgan. Logika. Baloni yebsan, o'g'lim menga tortgan, ko'chada ko'rgan, voy, adasi tuqqanmi buni deydi. Logika. Men yutdim. Bo'lmagan gap. Shaxmat Bo'lmagan bo'ldi. kecha mana Bu men yutdim buni. Yo'q.